sertifikatlaringizni olganingizdan keyin imtihon qilinib, bemalol kursimni ya'ni tugatganingizdan keyin klinikamga sizga kirishga dostуп ochilinadi. Doimiy bemalol kelsangiz bo'ladi klinikaga. Ortiqcha haq so'ralmaydi, o'sha kurs narxini ichida bo'ladi. Bunaqa imkoniyat menimcha hech kimda yo'q, faqat menda bo'lsa kerak. Juda ham ko'p o'quvchilarni Toshkentda taniqli mutaxassis bo'lishiga, mani texnikamda dars berib ustoz sifatida tanilishiga sababchi bo'lib kelyapman. Va yana bitta narsa, bu tabobat ilmi, barcha o'rganishi mumkin bo'lgan ilm, hammasini detalniy o'zim bilgan barcha ilmlarni yashirmasdan, sir asrorlari bilan o'rgatib beraman. Va yana bitta qulayligi, qizlar, doimiy sizlar bilan inshaalloh Alloh qodir qilgancha aloqada bo'lishga harakat qilaman. Kurs ichida bonuslar juda ham ko'p. Detalni aytib o'tirishsam, maydalashga ketaman, to'g'risi katta-kattalarini aytaman. Meni kursimda o'qiganlar biladi, qanaqa kitoblar hadya qilinishligi, hijomaga oid, tabobatga oid